Otajon, menga zudlik bilan uyali telefon kerak. Onangni ami kerak emasmi? Jalab telefon so'raysan. Sikasanmi telefonni? Voy, ortiqcha jalab xarajati onangizniki, men pulni supurib olmayman ko'chadan. Yo'q, tushunmadingiz. Men ham sizlar kabi Uzmacom tarmog'iga ulanmoqchiman. Faqat tejamliroq de facto rejasiga. O jalab nervimni chiqarib piydaras. Xudo olmaysan dalboy. So'tga potga qilasan. Nima istaysan gaplar jalab? Otajon, agar siz voy menga qo'ng'iroq qilsangiz, bu men uchun mutlaqo bepul bo'ladi. Boshqa qo'ng'iroqlar uchun esa stipendiyamning o'zi kifoya. Axir ushbu rejada abonent to'lovi yo'q. Undan tashqari birinchi 10 soniya bepul. Onangni ama bepul, qator sonli slimasi qilish bepul. Jalab, u bo'pti jalab, ulanishchi. Kallangga qo'ttag'an. Ulanish esa mutlaqo bepul. Oldindan to'lov qiymati bor yo'g'i $10. Voy jalab, $10. Onangni amidan $10 olaman. Ko'tingga qo'ttag'im oyligim 5000 so'm bo'lsa, bachalangizki, qazonla qo'y.